Allo, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Bugungi tug'ilgan kun egasi Nishongul opamiz bilan bog'landikmi? Ha, rahmat. Ha, Opajonim, yaxshimisiz? Sog'-u salomatmisiz? rahmat. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Sizni bemavrid bezovta qilib qo'ymadikmi? Albatta, yaxshi. Rahmat. Mana shunday a'lo kayfiyat har doim hamrohingiz bo'lsin onajonim. Sizni ayni damda tug'ilgan kun tabriklari loyihasidan bezovta qilmoqdamiz. Avvalambor bugungi ajoyib kun, Rasulimizga chin umid bo'lgan shukronalik, shodiyonalik kuningiz, qarshi olgan yana bir bahoringiz bilan samimiy muborakbod etamiz onajonim. Rahmat, bolam, rahmat. Salomat bo'ling. Qarshi olgan yoshingizga ko'p bora yoshlar qo'shilsin deb qolamiz. Unutilmas go'zal ayyomingiz munosabatiyle bizning qo'ng'iroq loyihamizga yaqinlaringiz ishtirok etib, o'zlarining juda ham chiroyli va samimiy bo'lgan tabriknomalarni yo'llab qolishgan. Taxmin qilib ko'rasizmi, ushbu samimiy insonlar sizni juda ham yaxshi ko'rib, boringizga shukurlar deya ta'rif bergan mehribonlaringiz orasidan aynan qay birlari bo'lishlari mumkin? O'g'illarim, kelinlarim bo'ladi-da, degana qilmaydi-yu baribir. Albatta. Aynan qaysi o'g'lingizdan kutasiz? Abduvahid bo'lsa kerak. Albatta onajonim, albatta. Taxminlarda aslo adashmadingiz. Bizning tug'ilgan kun tabriklari loyihamizga sizni juda ham yaxshi ko'rishlarini va hurmat qilishlarini takror aytib o'tgan mehribon o'g'lingiz Abduvohid aka tomonidan yetib kelgan ekan. Rahmat. Xursandmisiz onajonim? Endi ijozat bersangiz, o'g'lingiz Abduvohid aka tomonidan yetib kelgan samimiy dilnomalarni siz tomon o'qib eshitirsam maylimi? Albatta. Rahmat, salomat bo'ling. O'g'lingiz maktubni mening gul yuzli onajonimga qalb so'zlarim deb nomlagan ekanlar. Tayyormisiz qabul qilishga? Tayyorman. Bo'lmasam boshlaymiz. Shodliklarim sig'may ketar tanamga. Bolam deya kirib kelsa xonamga, farishtaga o'xshar deyman aslida, farishtalar o'xshar mening onajonimga. Assalomu alaykum rahmatulloh va barakatuh onajonim. Eng go'zal mehr sohibasi qadrligim. Ummat bo'lgan kuningiz muborak bo'lsin volidam. Boringizga shukr. Hammaga faqat yaxshiliklarni tilab yurasiz. Yomonlikni esa yuragingizga sig'dira olmaysiz. Bizga mehr, sabr va duolaringizni hadya qilib, umr yo'lingizni faqat boshqalarni baxtli qilishga sarflabsiz. Betob bo'lsak, ko'zlaringizdan uyqu qochgan, ko'nglimiz xira bo'lsa, yuragingiz bezovta bo'lgan, bunchalar ham pok qalbli, mehribon ayolsiz onajon. Qalbimdagi hislarimni so'zlarim bilan ifoda qilib bera olmayman, lekin bir narsani aytishim kerak. Sizni juda yaxshi ko'raman onajon. Sizning hayotingiz sabr va mehrning eng go'zal timsoli. Sizning har bir so'zingiz, har bir nazaringiz, har bir duoyingiz mening yo'limdagi eng katta tayanchim, eng ishonchli qalqonimdir. Sizga har safar qaraganimda ko'nglimdan bir narsa o'tadi. Qanday qilib bu mehrni, yuksak sabrni, bu cheksiz fidoyilikni bir inson qalbiga sig'dirish mumkin degan so'zlar. Mashaqqatli, ammo faxrli yillar, duo va muhabbat bilan to'lgan umr, farzandlari baxti uchun kechgan tunlar, tinimsiz mehnatlar va Alloh ne'matiga aylangan eng go'zal yillari. Sizdek insonni ona deb atash har bir farzandingiz uchun sharaf. Siz bor ekansiz, qalbda orom, umr yo'llarimizda tinchlik, amallarimizda mehr bo'ladi. Dunyodagi eng katta boyligim sizning duolaringiz onajon. Siz duo qilsangiz yo'limiz ochiladi, siz xursand bo'lsangiz bizga butun dunyo kulib qaraydi. Go'zalim, sizni yana bir bora qutlug' yoshingiz bilan chin dildan tabriklayman. Umringiz uzoq, sog'ligingiz mustahkam, farzandlaringizning baxtiga doimo sog'omon bo'lib yuring.
biz esa sizga shunday mehr, shunday ehtirom ko'rsatishga harakat qilamizki, o'zingizning barcha orzularingizga erishib, doimo quvonch va shodliklarda yurasiz. Mehribonim, yana bir bahoringiz muborak bo'lsin. Jannat hidli onajonim, sizni yuragimdan yaxshi ko'raman. O'zingizni ehtiyot qiling deya mana shunday chiroyli va samimiy bo'lgan tabriknomalariga o'g'lingiz va keliningiz yakun yasashgan ekan. Rahmat, umrlaridan baraka topsin. Menga o'xshab ular hammasi 80 yoshlarda nevara kelinlar olib, baxt kamol va o'zini farzandlarini baxt kamolini ko'rishlik nasib etsin. Ilohim. Topganlariga baraka bersin, umrlariga baraka bersin, halol boylik bersin. O'g'lim boy bo'lsin, kelinim boyvachcha bo'lsin. Meni yo'limni bersin. Sizga ham Allohim tan joningiz sog' bo'lsin. Ovozlaringiz hamisha shunday qo'ng'iroq, shirin, hammani o'ziga maftun etishda Allohim ovozingizga ko'z tegmasin qizim. Rahmat onajonim. Sizdan baxtli bo'ling. Turmushga chiqqan bo'lsangiz, bola chaqangizni biroq kamolini ko'ring, qo'sha qaring. Turmushga chiqmagan bo'lsangiz, solih yigitlardan uyim, joyim deydigan xudojo'y yigitlardan uchrasin. Rahmat onajonim, salomat bo'ling. Hamisha mana shunday mehr oqibatlaringizga aslo ko'z nazarlar tegmasin. Shirin tashvishlaru baxtli lahzalar hech qachon tark etmasin. Yaqinlar, oila a'zolari uchun o'zingizni ehtiyot qiling. Qimmatli vaqtingizni ayamasdan bizni tinglab turganingiz uchun tashakkur. Xayr, sog' salomat bo'ling. Tug'ilgan kunlarni yaxshi kayfiyatlarda davom ettiring onajon. Rahmat. Sizga ham meni yoshim bersin. Rahmat. Omon bo'ling.